Uylarni yig'ishtirib bo'ldingizmi? Mabodo ayolimni ko'rmadingizmi? Ayolingiz ketuvdilar. Ha mayli. Shu fursatdan foydalanib ikkalamiz kofe icharmiz yolg'iz. Men ayolimga xiyonat qilmayman. Ishlaringizni tez-tez qilib keting bu yerdan. Xo'p? Menga xiyonat qilmas ekan. Rahmat sizga. Eringiz sizni rosa ham yaxshi ko'rar ekanlar, ha? Bekorga shubhalangan ekanman. Dadasi, men konferensiyaga kech qolyapman. Tugashi bilan qaytaman. Yaxshi o'tiring, xo'p? Mayli, yaxshi borib kel. Kofe icharmiz yolg'iz. Endi yolg'izmiz. Ana endi bemalol qahva ichsak bo'ladi. Yarim soatdan keyin keling, tayyor bo'lib turaman. Faqat qolib ketmang. Jonim? Sen Ha, men konferensiyaga ketmaganmiding? juft halolim menga qanchalik vafodorligini bilmoqchi edim. Allo Feruza opa, tez qayting. Afsuski shubhalarim to'g'ri chiqdi.